bo'yicha tumanda 84 nafar yosh o'z oldiga aniq maqsadlarni qo'yib, yuqori natijalarga erishish yo'lida astoydil harakat qilmoqdalar. Intilish, izlanish ham shunga yarasha. Men Abdurahmonov Hayratullo Yunorim kurash turi bo'yicha 2 yildan beri shug'ullanib kelmoqdaman. Men shu 2 yil davomida turli xil viloyat, tuman, respublika musobaqalariga qatnashib, faxrli birinchi, ikkinchi o'rinlarni olib kelmoqdaman. Yaqinda bo'lgan viloyat chempionatida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, Navoiyda bo'ladigan O'zbekiston chempionati musobaqasiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Buning uchun murabbiyimga kattaga rahmat deyman. Men oldimga maqsad qilganman, mana shu musobaqada O'zbekiston chempioni bo'laman. Va albatta keyin jahon chempioni ham. Men televizorda juda ham ko'p ko'raman. Prezidentimiz sportchilarga juda ham katta natijalarni qo'lga kiritishlari uchun omad tilab va ularga ishonch bildiradilar. Astoydil mashg'ulot olib boraman. Chunki ustozim aytgandek, harakatlarim orzularimni ushaltiradi. Albatta iste'dodni ro'yobga chiqarish oson emas. Murabbiylardan yillar davomida mashaqqatli mehnatni, matonatni, sabrni talab etadi. Albatta murabbiy mehnati yoshlarga berayotgan sabog'i zalvorli natijalar bilan yanada qadrli. Aslida ustoz va shogirdlarning maqsad va niyatlari ham mushtarak. Yaratilayotgan sharoitlarga javoban sohada katta muvaffaqiyatlarni qo'lga kiritish. Buni amalda ko'rsata olishdir. Bizning har doimgi mashg'ulotimiz shundoq gavjun, ko'plab bolalarimiz shug'ullanib kelishmoqda. Natijalarga keladigan bo'lsak, sport maktabimizga kelganimizdan beri shu 2 yil ichida aynan sportning yunorim kurash turi bo'yicha viloyat chempionatida 10 ta bronza medal, 5 ta oltin medal, 2 ta kumush medalni qo'lga kiritdik. Hozirgi kunda sport maktabimizda yunorim kurash turi bo'yicha 4 nafar sportchimiz 2025-yil respublika bosqichiga yo'llanma olishdi. Ishchi guruh 2024-yil kelib, o'rganib, bizga olimpiyskiy gilam, kovyor sovg'a qilishdi. Bundan bolalarim juda ham xursand. Kelajakdagi maqsadlarimiz jahon arenalarida olimpiyskiy chempion chiqarish, olimpiadaga yo'llanma olish. Joriy yilni iyun oyida tuman, viloyat, respublika bosqichlari bor. Asosiy yo'nalish yunorim kurash turi bo'yicha Olimpiya cho'qqilari musobaqasi tasdiqlandi. Bu musobaqada rag'batlantirish maqsadida birinchi o'rinni olgan bolalarga bitta kvartira, bitta mashina va'da qilishgan. Faqat shu imkoniyatlardan bolalarimiz foydalanib, shu marralarga erishish uchun harakat qilishyapti. Albatta, prezidentimiz kutgan natijalarga yoshlarimiz erishadi. Kuni kecha Osiyo chempionatida futbolistlarimiz faxrli birinchi o'rinni olishdi. Eng quvonarlisi o'zimiz sport maktabidan Bahodirxonov Mo'minxon shu sport maktabidan chiqqanligi sportchi yoshlarimizni o'zgacha ruhlantirdi. Sportchi yoshlarimiz ham ularga havas qilib Osiyo chempioni, dunyo chempioni bo'lishga harakat qilishyapti. Murabbiy sifatida bor imkoniyatimizdan foydalanib, Kosonsoydan Olimpiya chempionlari chiqarishga harakat qilamiz.